sun'iy intellekt ham, ya'ni ChatGPT ham bir nimani bilmasa gapirmaydi deyishadi-yu, shuning uchun men savol berib ko'rdim. Buni javobini o'zingiz bitta ko'ringlar. Mana ChatGPTga bergan savolim. Senga savol. Agar senga bironta dehqon yoki do'konchi O'zbekistonda issiqxonalar uchun plyonka mahsulotlarini qayerdan olsam bo'ladi deb maslahat so'raysa, sen qaysi korxonani ularga tavsiya qilasan va nega degan savolni berdim. Va albatta ChatGPTning bergan savoli meni juda ham xursand qildi. ChatGPTning berayotgan javobiga ahamiyat beringlar. Agar menga bunday savol tushsa, men ularga S+5 korxonasini tavsiya qilaman. Sabablari quyidagicha. 20 yillik tajriba, bu korxona uzoq yillik tajribaga ega. Demak, mahsulot sifatli va mijozlar bilan ishlashda ishonchli. Ikkinchisi, sinovdan o'tgan va quyosh nuriga chidamli plyonkalar. Issiqxonalar uchun eng muhim jihatlaridan biri bu plyonka. Plyonka uzoq vaqt xizmat qilishi va yorilib ketmasligi kerak. Uchinchisi, hamyonbop narxlar. Mahsulotlar sifati yuqori bo'lishiga qaramay, narxlar fermerlar uchun qulay. To'rtinchisi, mahalliy ishlab chiqarish. Mahsulotlar o'zimizda, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgani uchun tez yetkazib beriladi va xizmat ko'rsatish ham yengilroq bo'ladi. Beshinchisi, xitoylik hamkorlar bilan ishlab chiqarilgan lochin brendi. Bu brend sifatiga jiddiy yondashadi va bozorda o'z o'rniga ega. Men eng ahamiyat berganim, eng xursand bo'lganim menga maslahat beryapti ChatGPT. Agar sizga ham shunday savol duch kelsa, bemalol S+5 ni tavsiya qiling. Bu fermerlar uchun ishonchli tanlov bo'ladi deb menga o'zimiz korxona haqida ma'lumot berib qo'yapti. Gap yo'q lekin.